Qiz keltirish kelishimi. Abdori G'ayrat O'shur. Qachonlarda uxlab qolganimni bilmayman. Onam bir chaqda uyg'otdi. Tur Shakir. Charchab ketgan bo'lmagan yana. U mo'ramdan o'qidi. Eg'irlashgan beshimni ko'tarib onamga qaradim. Jenim balam, sana nim bo'ldi? Kesalga qarayman deb charchig'ashqa judab ketdi desam, endi yig'lig'ining nemisi? Ko'zlarimga jahondagi eng mehri issiq qo'llar tegdi. O'zimni tutolmay, onamning bo'yniga gira silib yig'ladim. Ana, meni kechiringlar. O'zimni oqlayman deb oqlab bo'lolmayman. Nima xafalig'ing bor, o'g'lim? Dadang shahar boshlig'i bilan ko'rishib, ishinglarni to'g'rilab qo'yibdi. Aygul qizim bolnisdan chiqqan hamon to'yinglarni qilib etadigan bo'ldik. Sen ham qilmasangmi bo'ladi? Onamning bag'riga o'zimni texim ching bosdim. Yoshlarim daryo bo'lib oqmoqda. Ahmoq bolam, xijil bo'lma. Bu o'g'liqni o'zinglar terib bo'psizlar. Shahar boshlig'i bilan qo'dilishni orzu qilib yurganlardan qanchisi bor deysan? Taniyam borkan. Kelgusini ham qilishqanmidi o'g'lim? Onam yishimni surtmoqda. U men bechoraning qalbini qandoq tushunsin? Shundoq. O'zimning kelgusini bir maxluqdan tomoq qilib, shuncha rasvolik chidab yurgan taqdirimga tan berdim. Sizlar qandoq o'rlashtirsanglar fikrim yo'q. Onam gaplarimning ma'nosini bilmay uyda o'ylanib qoldi. Men ahmoq to'yib ma'qul bo'ldim. Yo'q desam, Aygul nima desa haqli edi. Bo'libmi, ota-onamni xijolat qilatdim xolos. Huquq tanlab turgan boshliq ochiq kelsa turmaga so'ltib o'tishdan yanmaydi. Uning kiyimining silinganligi balkim bu chaqda mening majburlashim, uning badanining ko'yishi o'zini qo'dash bo'lar balki. Ichimda dardim to'la. O'libli tugishay desam, baq yo'l qo'ymaydi. Qani, bir mezgil odam bilan emas, olvastiga amro bo'laman. Shamsiya xiyolimdan ketmaydi. Qandoq qilaman? O'zim so'ygan yorning visoliga yetanmaslik peshonamga putilgan bo'lsa kerak. Uningga bu sharmandachilikni tushundiribmi bo'lolmayman. Tuyuqsiz bir kuni Ro'shanguldan telefon kelib qoldi. Qanday qaraq turibsan, jonim? Biz qishingda yo'q, hissiyoting tutqani o'xshamamdi. Biz bog'chi balliq bo'lvanma yana. Chaqchig'ini qo'y Ro'shangul. Hozir chaqchaq tavim yo'q. Kelgan o'xshamamsan. Yo'q, men Urumchida. Hozir Shamsiya bilan birga telefon urib to'yingni tabriklaydi degan. Shamsiyaning gapini anglab, yuragimning silishini o'zim anglagandek bo'ldim. Nimen tabriklamoqchi? Nomusdan o'layotganim nima yoki sizlarga chiroyliqqina bir o'yin o'ynab berganim nima? Bo'ldi. Undaq shirin so'zlaringni Shamsiyaga degin. Telefonni Shamsiya oldimi, uning ovozi asta o'chdi. Uning yana sanamiga dastigan o'xshamamsan. O'zingni tortolmagandan keyin o'zingmi oz. Telefondan mishildigan yig'i ovozi qo'shilib kelyapti. Faqat amal yo'qmi? To'y qilmaymi tuytelmigidek nima gunoh qilib qo'yding uning oldida? Nimami deyalayman. Sukut bilan uning ovozini anglamoqqa majburman. Tilingni shundoq tutqizib qo'ydingmi? Gap qilmaysan-ku. Yig'i ovozi texmi kuchaymoqda. O'zimni faqat tutolmadim. Shamsiya, meni kechiramdigansan. Menda hech bir gunoh yo'q, ammo tilim tutuq. Isbotim yo'q. O'zingni besivan. Yig'lama. Uning yig'isi ovozini besib ketdi. Telefonni Ro'shangul oldi. O'zingni tutib elib gapimni angla. Sizlarning qilgan ishinglar qayerda yuz bergan? Bir ish yuz bergani yo'q. U degan man qilingan tuhmat. Tuhmatligini bilaman. Biroq shu tuhmat qilingan ishlar qayerda yuz bergan? Shuni so'rayapman. O'z hujramda. U ishdan keyin Shamsiya hujranga kirdimi?
Ro'shangul oxir chiqmas deloni aniqlayotdi. Kirmidi, kirsim nim bo'ladi? Buning menga nim foydasi? To'la savol so'ravermay, gapimni angla. Bundan keyin hujra uyingga o'zingni kirgichi bo'lma. Uyingni yaxshi qo'liplab, u uyga odam yo'liqtirguchi bo'lma. Nima qilay desa? Nima qila olaydi? Men qilmayman. O'zingni azoblamay, to'yga tayyorlik qilgan bo'lib yurayvergin. Ishingni mana men o'xshayman. At to'y yoki to'y kuni deganingda mo'jiz yuz berdi Shakir. Baribir Ro'shangul degan Oygulning do'sti. Mening yana bir chatoq termasligim uchun menga emizgi silayotgan bo'lishi mumkin. Ammo Shamsiyaning ovozini anglab oldim. Uning yig'isi azobimni kuchaysimi, men bir narsani sezdim. Mening to'yim uni yig'latgan edi. U meni yaxshi ko'rdi ekan. To'yg'imi oz qilyotdi. Ro'shangulning umid beg'ishlab degan so'zlariga ishonmasammi, biroq bir mo'jiz yuz berdigandek hujra uyimga birsini yo'latmadi. Tutmoqchi bo'lgan uyimni sirtdan hozirlab, kelgusidagi rafiqam bilan bo'ladigan jangni ota-onamga bilindirmay dedim. Ro'shangullardan xabar yo'q. Umidim o'chmoqda. Mana, atim to'y bo'ladi. Qechib ketaymi? Ularning telefoni nimishqimi etikil turdigandi. Yurkim yig'lamoqda. Kechmi kirib keldi. Atla to'y degan gap. Qanday qilaman? Odamga mushundaq chaqda tuyuqsiz o'lim kaschi. G'am bilan xiyol surib yotdim. Ishik chekildi. Xo'sh yoqmaslik bilan ishikni ochdim. Oldimda Shamsiya, keynida Ro'shangul turardi. Ro'shangul kulatdi. Shamsiya g'amgin. Ko'zlarida yosh lig'irlaydi. Nima kulsa? Odamni jilqimig'ina bo'ldi. Tech amonlik so'rashning o'rnida ta'na qildi. Nimaga kulatdim? At to'y bo'lgandan keyin to'y xushalligida. Shundoq, at ammochilarning to'yi emasmi? Berib tabriklab, xushalliqlarni bildirib qo'yib kelmamlar. Shamsiyaning oldida o'zimning qanchalik bearam bo'lganligimni bildirib qo'yish uchun texmi jili bo'ldi. Nimanda qilsan Shakir? Yiroq yerdan seni dapli kelsak, uyingga boshlashdi yo'q. Bu so'g'idli kelganga to'yg'izaydamsan. Ro'shangul mo'ramdan ishtirib o'tib uyga kirdi. Shamsiya texich ishik teshidi. Kira. Oran shunchalik deyaldi. Kira Shamsiya, nimaga qarab tursan? Atki to'yda yigitga hamroh bo'lib bo'lmaydi. Shunglashqa oshiqimizga bugungacha qang'ocha qarib olaydi. Keyin ko'makmi tasb bo'ladi-ku deyman. Umidlarim yo'qqa chiqib o'tdi. Ularning so'zicha bo'lganda men tamoman o'tirgan edim. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. Tomosha ko'ray deb kelibsizlar-da. Umidsizlik chulg'ib olgan qalbimdan bezorlik alomatlari ko'rilishga boshladi. Shundoq, dunyoda to'ydan o'ta tomosha bo'lmas. Bizdek do'stlaringni tomoshadan quruq qoldiraytamsan ya. Tomosha ko'ray desanglar, atim kechikmaysizlar. Bundaqchilik o'g'cha bir oz yolg'iz qoldirgan bo'lsanglar, charchigan boshlarimga oz bo'lsa orom bo'ladi. O'zim ko'ygan qizning oldida yig'ilib o'tishdan nomus qilib, ularni qo'g'lashga boshladim. Qaysi kunlari Oygulni uyga boshlaganda orom tepib bo'lgan ko'ngillari, yana shu chaqlarni o'ylab bo'zlivatamda o'z yigit. Ro'shangul qasdan tishimga tegadi. Shamsiya zuvon surmay, mum ko'zlari bilan mendan bir narsa so'ragandek ko'zlarimdan ko'zlarini uzmaydi. Uning qarashlaridan ko'zlarimni qochirib bo'lolmaydim. Shunlashqimi gapda ozmoqda edim. Men boshlamagan, o'zi kelibdi ekan. Shundoq, sizdek go'zallarni izlab bizmi o'zimiz keldik-ku mana. Ro'shangul maxsus tishimga tegadi. Ichim sardob, tilim gocha. Buriladi bo'lsa, bundaq gaplarni o'zining eg'izig'ila kaplab qo'yatdim. Men keldiganmi amsa? Bundaq matoq yordam qilamiz degan o'zimiz ahmaq Shamsiya. Buning Oygulni seg'inib saran bo'g'ini rost o'xshaydi. Sho'ngmi ko'ziga jin ko'rinib uydan qo'g'lavatdi bizni. Tura, yolg'iz qilib kelgusidan hozir elvasin bu chiroyliq. Mana ketimiz. Ro'shangul rost ketidigandek o'rnidan turdi. Beshim saq emas, toq-tuq so'zlab qo'yapman. Kechiringlar. Rostla to'y qilgan yo'qmi Shakir? Shamsiya oxir gap qildi. Qandoqmi to'y qilgan bo'lsin Shamsiya? Bo'ynimni org'amchida bog'lab olgan tursa,
Mende nima amal deysan? Özümni tutib olamay, ko'zlarimdan yosh quyildi. Undaqda to'y qilmasang bo'lmadimi? Shundoq, to'y qilmasammi bo'ladi. Biroq kelgusimdan umid yo'q. Balkim ota-onam tashlab kesilib ketishim mumkin. O'zingni oqlashning faqat fursati yo'qmi? Shundoq, faqat fursat yo'q. Zodi nemish bo'lgandi? Uqsoq sana yordami tegib qolsa ajab emas. Shamsiya ko'zlarimga tikildi. Amalsiz bo'lgan ishlarni so'zlab berdim. Mening deganimdek chiqdimi Shamsiya? Sen Aygulning psixikasini bilsan emasmi? Shakirni taqozo qilmay, uningga umid bag'ishlab qo'ymamsan, Rushangul. Undaq oson ish yo'q. Cho'qim Shakir ba'zan ishlarda va'da bera olsa, men uni qutqizaman. Qandoq talabing bo'lsa ayt. Mush to'ydan qutuldi ekanman, cho'qim qilishga tayyorman. Amsa, cho'qim beja keltira olamsan. Cho'qim. Undaqda Shamsiyani cho'ng xotin qilasan, men kichik xotin bo'laman. Eg'zim tuvoqlandi. Buning talabining Aygul bilan to'y qilishdan nima farqi? Sarang bo'lmagansan? Odamning aqli yetadigan gap qilmamsan. Unda qilmayman desang-chi, beja keltirman deb atatding-ku. Lekin bir ko'ngilga qandoqmi ikki odamni sig'dira olayman. Shamsiyaga qaradim. Uningga qarmasangmi bo'ladi? Sening tumuringni tutib ko'ryapmiz. Men bu qandoq sana kichik xotin bo'la olayman? Agarda Aygulning uyingda qilganlarini isbotlay olsak, to'ydan voz kechalamsan. Albatta voz kechalayman. To'y qilgan bo'lsam, uning bilan uy ayirib yashagan bo'lardim. Voy, odam taqozo qilmay, qilmoqchi bo'lganlaringni tezroq aytmamsan. Aldirma. Hozir deb beraman. Biroq birli shartim bor. Shamsiya bilan ishkinglar cho'qim ma'qul bo'lasizlar. Roshangul qandoq degandek Shamsiya bilan menga oldirmay qarab chiqdi. Bayotinqidek chekdan oshmaslar beja keltiramiz. Oddiy ish. Cho'qim menga Aygul va Shamsiya bojayda bir ishni qilib berasan, Shakir. Nima ish? Oddiy ish dedim-ku. Balkim ularning oldida meni birini so'yib qo'yasan, yoki menga bo'lgan ko'nglingni aytib o'tasan. Yana balkim hech qilib bermasliging mumkin. Mushunchalik bir ish. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda.